Sadio Mane bolaligida qashshoq oiladan chiqqan, lekin nega aynan kambag'alligi qachonki u millioner bo'lganda eslanyapti. Dunyoda millionlab kambag'allar, hatto Manedan nochorlar bor. Ularni kimdir eslayaptimi? Kimdir Wikipediyaga kirityaptimi ularni? Hech kim va hech kim. Sadio Mane o'zi tug'ilib o'sgan joyda shifoxona qurgan. Qoyil, bu shifoxonani nima uchun qurgan? Pul uchun albatta. Raqobat kam joyda daromad ko'p bo'ladi. 6 ta eng zo'r mashinalar garajimda turgandan ko'ra, uni pulini ehson qilganim yaxshi. Ta'sirli gap. Lekin 6 ta mashina sig'adigan garaji bor unda, tushunyapsizmi? Eng yomonini aytaymi? Yoshlar Maneni ko'radi va niyat qiladi. Men ham futbolchi bo'lsam, minglab nochorlarga yordam beraman deb. Niyatni qarang. Nega hamma to'q yashasin, hamma boy bo'lsin deb niyat qilmaydi? Xullas barchasiga Mane aybdor. Shoshma do'stim, Sadio bu qahramon, u tuni bilan yig'lab chiqadi. Nega bilasanmi? Negaki u chidolmayapti adolatsizliklarga. U hammaga yordam bergisi keladi va buni uddalay olmayapman deb o'zini aybdor his qilganidan yig'laydi. Sen aytgan kambag'alligini gapirishdan maqsad yosh Mane kabi ko'chada haydab yurgan bolalarga aytmoqchiki, nafas olarkansizlar, umidni uzmang. Kim va qay soha farqsiz, umidni uzmasangiz bo'ldi. Sen aytgan kasalxonaga kelsak, zamonaviy jihozlar va tajribali xodimlar bilan qancha insonlar hayotini asrab qoldi. Shu asrab qolingan bolalar ichida yana bir Mane chiqadi va u ham buyuk futbolchi bo'ladi. Balkim u ham Liverpoolga kelar, o'zining shiddatli va nafis o'yinlari bilan muxlislarni rom qilar. Ramazon oyida roza tutar, Enfield ichida iftorlik qilar va u ham shifoxona qurdirar, kimnidir asrab qolar. Asrab qolinganlar ichida yana bitta o'ziga o'xshagan inson chiqar. Bu zanjir boshida Sadio Mane va butun umri eslanaveradi. Uni qanchalik buyukligini bilmoqchimisan? O'sha kasalxonada hayoti asrab qolingan bolakaylarning ota-onasidan so'ra. Hurmat bilan, Saminjonov.